Balki şunu do'stlar mana men aytdim-ku, buni oldingi videoda sразу yangi video boshlaman deb, mana yangi video boshlandi. Ketdi play, chempionga chiqish kerak. Bu уже 3-qismmi? Ha, da 3-qism bo'lib ketdi bu. Yana Kevin De Bruyne. Oh, Kevin De Bruyne. Ko'rdinglarmi? De Bruyne esa bor ekan uni. De Bruyne, oh, Kevin De Bruyne. Oh, Kevin De Bruyne. Sostavın almalıyım diyeyim. Menimce de almalı sostavı. Chempionga chiqqan ekan ona qadar. Bilmaydi. Bu sadaqada chempionga chiqqan ekan. Men 3-4 marta chiqqanman chempionga. Bu mening sostavim va uning sostavini o'g'ri bilgimdor. Peter Cech, Kol, Do'stlar, sostavi juda ham zo'r ekan. Peter Cech'da eng qiziq tisha olamanmi, do'stlar? Voy, o'tkazmadi. Gidelim babşıyla. Falan torlasına qildi bo'ldi. Men bu tarafga tashlashini kutgandim, lekin bu tarafga tashladi u. Qani Behalter va kimda? Yangi o'yinchim falan torlas. Nuno Mendes o'tkazmayapti bizda. Voy, albatta oldi ajoyib tarzda. Va Cristiano va Kol va darvozabonimni chiqarayotgandim va Kol urib ketdi. Afsuski. Sharhlovchi bo'lib ketdimi bola? Meni yaxshigina sharhlovchi chiqar ekan. Sharhlovchi bo'ldim. Qani. Endi nima qotdi? Voy. Voy, Peter Cech. Shu ulovni olsam. Voy. Voy, Peter Cech. Yaxshi do'stlar, Ferran Torresda gol oldik va Peter Cechga bu Peter Cechni tashish juda ham qiyin. Chunki u hozirgi davrda, hozirgi FK Mobile'da o'vil eng balandlardan turibdi. Mayli, golimizni o'tkazib yuboramiz. Va qani. Va Husanov do'stik. Va Молодец, Kakir zo'r. Va Uglavoy. Va Cristiano Ronaldo tisha olmadi. Va Lizardo yugurib ketmoqda. Lizardo. Va Lizardoni to'xtatib qoldi, afsuski. Lizardoni to'xtatib qoldi. Men sal qiluvchi golni urardim. Behalter va to'xtatdi. oldi. Va Messi bitta fint. Va Messi joyda razaldi bo'tdi. Va Peter Cechga va Peter Cech. Bu odam emas, bu Peter Cech. Peter Cech odam emas.
Uy, Peterchiq. Do'stlar, Peterchiq odam emas. Va yana va Peterchiq odam emas, ko'rib turibsiz. Voy, Lizardo o'tkazma. Chomini молодец. Chomini zo'r do'stlar. Chomini gol o'tkazib yubormadi. Voy. Bekor o'z Messiga havodan tashlaganman, chunki Messi havodan kelayotgan o'rinlarni boshi bilan to'xtatib qola olmaydi. Voy. Va do'stlar. Qani Bihal. Uy. Messi orqaga. Orqaga. Va. Yo'q, ura olmadik. Alex bilan to'xtatib qoldi va Kustoga tashadi va Kaptokolda va Kakir havodan tashadi va Ferran Torres to'xtatib qola olmadi. Cristiano Ronaldo va Ferran Torres Behalter. Yo'q, Behalter. Pas o'tmadi. Uy, cho'tdi, yomon cho't qildi meni. Do'stlar, va bu hisob teng bo'lib tugadi. Keyingi videoda endi qanday bo'lib tugadi ekan hisob? Do'stlar, ozgina qotmoqda. Uning Cristiano Ronaldo'si borki, meni Ferran Torres'im. Va do'stlar, hozir endi balki vысотаga o'ynarmiz. Unga chempionga chiqishga harakat qilishimiz kerak. Qani, mana bunda menga juda bunda menga juda ham kuchlilar tushayotgan Marcelo. Bu afsona Marcelo. Bunaqasi kamdan kam keladi. Overi 120 ekan. Taxminim bo'yicha. Siz taxminingizni nima deb o'ylayapsiz? Mening taxminim 120. Sizgacha? Manki 124 va 12-119. Uy, Marcelo, King, Drogba, Berbatov. Uy, sostav yomon. Va Alex Ben. O'shanda lekin hech qo'ysa bilmadim. Balki Messi. Voy. Do'stlar, nimaga o'ynayapman? Подожди. Levershingmi? Yo'q, Levershing emas. Oy. Papas, Messi ushlolmadi. Va Ferran Torres. Uy. Juda qimmat. Uy. Mushni dal chiqdi. Voy. Nima qilib qo'ydim? Alex bilan vakilamiz Ferran Messiga. Uy. Bu mani yomon turibdi. Uy, yaxshi. Kim debkan bu seni Ronaldo debdi. Bu mani juda ham zo'r turar ekan. Uy, bu mani. Uy. 4-2 bilan g'alaba qozondim. Lekin bu mani juda ham yaxshi turar ekan. Bu mani sotolsam ekan. Bu mani marokashlik bo'lib
Do'stlar, uzul. Azken qotyapti. Qanana. Boshlandi. Batmani degani tushdi. Kahin uy. Kahinmidi yoki Shmexlmidi? Shmexl yo'nalish afsonasi. Uyam 118 bo'lsa kerak. Menimcha 118. 118 menimcha. Va hali mening sostavim birga chiqmoqda. Ha, 119, 118 Kahni bor ekan. Ha. Figo'ga tashlaymiz, Figo keladi. Messiga tashlayiladi. Voy. Messi pasport qo'ydi bilmasdan. Uy! Alex Pian mashqdan teshiymi? Ya teshilmadi. Bu juda sekin o'tadi. Aha. Messi. Uy, yomon teshdi. Yana bu push ko'tarmasida. Uy. Kahin. Штрафной. Uy. Juda ham aylantirib yubordim. Uy. Hozir 100% shunchada teshaman. Devetkiga paq. Yana bir marta. Devetga emasdi bu. Uy, mana shu o'yinchim juda ham baland tepar ekan o'zi. Ishonmasangiz test qilib ko'rsataman. Qani shu o'yinchim? Qani bu boshi sariq edi. Uzr, esimga kelib qoldi. Topuvdim endi. Topuvdim. Mayli. Davay. Adam 3-darajaga va 2 va 1 va chempionga chiqishimiz kerak. Lekin hali 4 daraja tushirishimiz kerak. Chempionga chiqsak 10 ming olmos beradi, 10 ming olmosga biz rank kup sotib olamiz albatta. Chunki mening o'yinchilarim overpass bo'lib qolgan. Va uniki 117 o'g'il juda ham pastlar tushyapti menga negadir. Hali kun kelib shunaqangi bolalar tushadi, men ularni yuta olmayman. Hozir past tushayotganda xafa bo'lsam, keyinchalik hali yuta olmasa xafa bo'laman. Juda ham ko'p gapirib oldim, to'g'rimi? Neymar. Uy, o'tmadi. O'sha finta kimgadir ishlatib ko'rinyapti. Uy, Messi. Uy, akrobatika. Voy, akrobatika zo'r chiqardi. Do'stlar, qani ketdik. Va Messi ajoyib gol urdi. Va Figo. Raqami. Voy. Fint qilmadi, ularga qiladi o'ylayman. Lekin sekingina o'tkazib oldi. Ashta. Uy! Yomon chiquvdi lekin. Qalla, mashqdan teshiymi? Yana push ko'tarildi emas. Voy. Başarı zaman dedi. Yetiyor ben. Mana shu o'yinchim Devetga yetib teper ekan lekin agar sal qattiq deb qo'ysa bo'ldi, uchib ketar ekan tepaga. 10-golda ham urdik. El Clasico shotini qila olamanmi? Va
Yo'q, bosh behiltili bilmaganimda el klasiko shoti bo'lardi do'stlar. 11-1 el klasiko. Va mana 3-darajaga ham chiqib oldik. Mayli do'stlar. Videomiz ham tugadi, 3 ga chiqdik. Unda legendariyaga chiqa olmadik. Videomiz ham tugadi. Xayr.